chempion. Sen sport yoki musiqadan xasta, ko'chada iz yoki o'tirasan darsda, o'z-o'zing uchun chempion bo'llo, maqsad qo'ygan ko'tariladi pastdan. Keragi yo'q hammadagi pullo, keragi yo'q hammadagi gullo, o'z-o'zing uchun chempion bo'llo, o'z-o'zing uchun chempion bo'llo. Bugungi ana shu tobora yaqinlashib kelayotgan o'qituvchi va murabbiylar bayrami bilan barcha ustozlarimizni, o'qituvchilarimizni, jamoamiz a'zolarini chin qalbdan muborakbod etaman. Mana shunday bir sharafli, mas'uliyatli kasb egalari o'ylaymanki, o'z kasbining haqiqiy fidoyi insonlari deb o'ylayman. Ushbu fidoyilikni yo'qotmasdan yoshlarga shijoat bilan bilim, tarbiya berishda ustozlarimizga hamisha kuch-quvvat tilayman. Ularning barchasi uyda ham, ta'lim muassasasida ham ustoz, uyda farzandlarga, ta'lim muassasasida mana shu o'quvchilarimiz, shogirdlarimizga ustozlik bu albatta yuksak sharaf, yuksak mas'uliyat, yuksak burch. Ustozlar hamisha yaxshilikka yetaklash uchun, bilim berish uchun bor o'zidagi salohiyatini, bilimini yoshlarga beradi. Ustozlar, barchangizni yana bir bor yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga mustahkam sog'lik, oilalaringizga baxt va saodat, qalblaringizga osoyishtalik, xonadonlaringizga tinchlik, omonlik tilayman. Hamisha shogirdlar ardog'ida bo'lishlaringizni tilab qolaman. Doimo sog', salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, fidoyi o'qituvchilar, jonkuyar murabbiylar. Avvalo barchalaringizni o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan samimiy tabriklayman. O'qituvchilik kasbi eng dastlabki kasblardan biri hisoblanadi, sababi eng birinchi ustozimiz Alloh hisoblansa, ikkinchi ustozimiz ota-onalarimiz hisoblanadi. Ustozlik kasbi haqida gapirilganda albatta ko'z oldimizga sabr timsoli, tajriba timsoli, ibrat timsoli, yuksak fazilatlar timsoli, yo'lchi yulduz timsoli ko'z oldimizga gavdalanadi. Shunday ekan, mana shunaqa mashaqqatli, sharafli, mas'uliyatli kasbda yoshlarga tarbiya berishda Allohdan kuch-quvvat tilayman. Hayotda har birimiz kimgadir ustozimiz, kimgadir shogirdimiz. Mana shu fursatdan foydalanib yana bir bor barchalaringizga mustahkam sog'lik, baxt, omad, xonadonlaringizga xotirjamlik, fayz baraka tilayman. Qadrli hamkasblar, bugungi 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt va kasbiy muvaffaqiyatlar tilayman. Don't need the keys, I'm busting out. I'm on fire, no stopping now. Well, look at me now. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar. Hammalaringizni yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin yurakdan samimiy tabriklayman. Kasbiy faoliyatlaringizga ulkan zafarlar tilayman. Bundan-da ziyod martabalarga erishinglar. Qisqasi, sog'liqlaring joyida bo'lsin, ishlaring doim o'ngida bo'lsin, oilaviy baxt, hammaga sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hamkasblar. 1-oktyabr o'qituvchilar kuni bayram yaqinlashmoqda.
Biz shu munosabatda hammalaringizni tabriklayman. Ishlarda omad, muvaffaqiyat, nimaiki orzu-havaslar o'z amalga oshsin. Kelgusi ishlarga ham omad. Bugungi o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan barcha o'qituvchilarimizni, murabbiylarimizni chin yurakdan tabriklayman. O'qituvchilik kasbi o'zi sharafli kasb bo'lish bilan birgalikda mashaqqatli kasblar qatoriga kiradi. Shuning uchun ham aynan mana shu o'qituvchi kasbini egallab, fidokorlik bilan elimizda ardog'da bo'lib farzandlarimizga ta'lim bilan birgalikda tarbiyani berib kelayotgan jonkuyar ustozlarimizni bugungi 1-oktyabr bilan chin yurakdan tabriklayman. Ularni ishlariga omadlar tilayman, ulkan muvaffaqiyatlar, sog'liqlari har doim joyida bo'lsin, chunki o'qituvchi uchun birinchi navbatda sog'liq eng muhim narsadir. Yana bir bor hammalaringni tabriklayman. Hammalaringizga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxtli, saodatli umr kechirish nasib qilsin. Siz bilan birga mana shu yerda davlat ishida ishlatamiz. Bir oiladek bo'lish nasib qilib, bir-birimizga mehr-oqibatli bo'laylik. Ishingizda faqat zafarlar. Assalomu alaykum, hurmatli kasbdoshlar. Texnikumimiz jamoasi. Barchangizni 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Mashaqqatli va kasbiy faoliyatingizga ulkan zafarlar tilayman. Texnikumimiz jamoasi aql bo'lsin, mehr-oqibat ko'tarilmasin. Hammaga sog'lik, oilaviy xotirjamlik tilayman. Har doim mana shunday ko'tarinki kayfiyatda faoliyatini olib borishingizga tilakdoshman. Barcha o'qituvchilar va murabbiylarni 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan chin yurakdan tabriklab qolamiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, yuridik texnikum jamoasi. Hammalaringni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin ko'ngildan, chin qalbimdan tabriklayman. Ishlaringga omad. Assalomu alaykum ustozlar. 1-oktyabr o'qituvchilar murabbiylar kuni bilan barchani tabriklayman. Ishlarga omad, oilaviy baxt, kasbda rivojlanish, kelajakda yuqori ovozlarga egallashlarini tilayman. Yana bir o'qituvchilar va murabbiylar bayrami bilan tabriklayman. Ishlaringizga omad. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli murabbiylar. Sizlarni kelib kelayotgan bayramlaring bilan, kasbiy bayramlar bilan tabriklayman. Agarda mendan bir so'rasa, eng murakkab, eng qiyin kasblardan bittasini ayting desam, birinchi o'rinda shu ustoz va murabbiylar kasbini aytaman. Oxirgi o'ylaringda tinchlik, kasbiy mahorat, har sog'-salomat bo'linglar. Omad sizlarga. All around just knock you dead like it wasn't a thing. I'm gonna push it harder, gonna climb up higher. It's like I just can't miss. I was made for this. I show the world I'm stronger. Prove it to them. Ustozlarim, murabbiylarim, hamkasblarim, opajon akajonlarim, aka-singillarim, kasb bayramingiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Pullaringiz ko'p, martabalaringiz ulug' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. I was made for this.
Hammalaringizni bayram bilan tabriklayman. Gonna push it hard.